Ko'pchilik odamlar shunchaki kriptovalyutalarning narxlari tushib ketganligi sababli pul yo'qotishmaydi. Ular pul yo'qotishadi chunki noto'g'ri strategiyani tanlaganliklari uchun va tajribasizliklari uchun. 2026-yilda kriptovalyutalar orqali pul topishning 4 ta haqiqiy yo'li bor. Bu videoda mana shu 4 ta yo'lni va ularning ortidagi xavf-xatarni, tavakkalchiliklarni ko'rib chiqamiz. Sizlar bilan birga OP23 TV kanali. To'rtinchi o'rindan boshlaymiz. To'rtinchi o'rinda staking, ya'ni passiv daromad. 2026-yilda kriptoda pul ishlashning eng xavfsiz yo'llaridan biri bu staking. Bu yangi boshlanuvchilar uchun eng qulay variant va rostini aytganda eng kam baholangan variant ham. Staking bu siz blockchain tarmog'ini qo'llab-quvvatlash uchun o'zingizda bor kriptoni qulflashingiz va buning evaziga qanchadir foiz foyda olishingizni anglatadi. Masalan, siz Bitcoin yoki Ethereum kabi kripto tangalarga ega bo'lsangiz, ularni shunchakigina saqlamasdan ularni stakingga qo'yib, har oyda foyda olishingiz mumkin. Stakingning eng yaxshi tomoni shundaki, u mutlaqo passiv, ya'ni siz har kuni bozordagi narxlarni tekshirishingiz yoki emotsiyalarga berilishingiz shart emas. Lekin kripto bozorining hamma yerida xavf-xatar, tavakkalchilik mavjud, shu jumladan stakingda ham. Agarda siz stakingga qo'ygan kriptoning narxi tushib ketadigan bo'lsa, sizga foyda bo'lmaydi. Ammo shunday bo'lsa ham, boshlang'ich savdogarlar uchun va uzoq vaqtli investorlar uchun staking eng xavfsiz yo'llardan biri hisoblanadi. Endi esa 3-o'ringa o'tamiz. 3-o'rinda arbitraj. Arbitraj bu kam foyda beradigan, lekin shu bilan birga kam tavakkalchilik, kam riski bo'lgan pul topish yo'lidir. Masalan, Bitcoin bir kripto platformada arzonroq bo'lsa, ikkinchisida nisbatan ozgina qimmatroq bo'ladi. Arbitrajchilar aynan mana shunday qilib pul topishadi, ya'ni bir platformadan kriptoni sotib olishadi, ikkinchi platformaga o'tkazib sotishadi. Bozordagi kriptovalyutalarning narxlari tepaga ketsa ham, pastga ketsa ham ular foyda qilishadi. Lekin bir platformadan ikkinchi platformaga kriptoni o'tkazayotgan paytda vaqt ketishini va qanchadir miqdorda komissiya ushlab qolishni ham unutmaslik kerak. Haqiqatni aytganda, arbitraj boshlang'ich savdogarlar uchun ozgina qiyinroq bo'lishi mumkin. Ikkinchi o'rinda esa futures savdosi. Futures savdosi kripto bozorida eng xavfli va risk baland bo'lgan kripto bozordagi pul topish uslubi hisoblanadi. Futures savdosining eng yaxshi tomonlaridan biri shuki, unda siz bozor ko'tarilayotganda ham, tushayotganda ham foyda qilishingiz mumkin. Futures savdosi kripto bozoridagi eng tez pul topish va shu bilan birgalikda eng tez pul yo'qotish uslubi ham hisoblanadi. Masalan, siz futures savdosida narxlarni tepaga ko'tarilishiga sotib olmoqchi bo'lsangiz, long ochishingiz kerak bo'ladi. Long ochganingizdan keyin narxlar ko'tariladigan bo'lsa, siz foydaga kirasiz. Agar narxlar tushib ketsa, siz ziyonga kirasiz. Futures savdosida short savdosi ham bor. Bu yerda siz narxlarni tushib ketishidan foyda olishingiz mumkin. Narxlarni tushib ketishiga sotib olmoqchi bo'lsangiz, short ochasiz. Short ochganingizdan keyin esa bozor qulayotgan paytda ham siz foyda olasiz. Diqqat qiling. Short ochganingizdan keyin bozor faqatgina qulab ketsagina foyda olasiz. Agarda ko'tarilib ketsa, siz ziyonga kirasiz. Agarda siz kripto bozorga yangi bo'lsangiz va futures savdosi bilan shug'ullanmoqchi bo'lsangiz, oxir-oqibat baribir bozor sizni pullaringizni tortib oladi. Va nihoyat birinchi o'ringa ham yetib keldik. Bu spot savdosi. Spot savdosi kripto bozoridagi eng oddiy va eng oson pul topish uslubi hisoblanadi. Juda ham ko'plab kripto savdogarlar ham aynan mana shu spot usuli bilan savdo qilishadi. Spot savdosida siz birorta kripto tangani sotib olasiz va qanchadir vaqtdan keyin qimmatroqqa sotasiz. Spot savdosi tavakkalchilikka qo'l urmaydigan va riskni yomon ko'radigan odamlarga juda ham to'g'ri keladi. Spot savdosi bilan futures savdosini solishtirganda spot savdosi ancha xavfsiz savdo usuli hisoblanadi. Agarda spotda savdo qilsangiz, kriptoning narxi tushib ketadigan bo'lsa, vahima qilib tezda sotib yubormasligingiz kerak. Spot savdosi ayniqsa uzoq vaqtli investorlar uchun ham juda ham qulay hisoblanadi. Sotib olasiz va saqlab qo'yasiz. Ko'pchilik odamlar tezda juda ham ko'p miqdorda pul topishni xohlashadi va ular uchun spot savdosi zerikarli tuyulishi mumkin. 2026-yilda kriptovalyutalar bilan savdo qilmoqchi bo'lgan boshlang'ich savdogarlar 100 karra foyda beradigan kriptovalyutalarni izlashlari emas, balki to'g'ri strategiyani tanlashlari kerak. Kriptovalyutalar haqida yanada ko'proq ma'lumotlarga ega bo'lmoqchi bo'lsangiz, kanalimga obuna bo'ling va kuzatib boring.